Tögünün lokisi bir ambarga o'xshaydi. Küllep, mushu ambardagi oshliqqa orqaliq hayot kechiralaydi. 3 hafta suv ichmay yashayalaydi. Toyoqlari kangri bo'lib, qumga petib qolmay yuguralaydi. Uning kirpiklari torg'a o'xshaydigan bo'lib, qattiq qum bo'ronlaridami ko'ziga qum kirib ketmaydi. Burnimi shundoq bir holatda yaratilganki, eng qo'rqinchli bo'ronlardami rohat nafaslanadi. Üsti kalpuki yeriq bo'lib, bu tikanlik cho'plarni qulay yeyilishi uchundir. Uzun bo'yni yerdan 3 metr egizlikdagi yo'pirmoqlarni yeyilishi uchun imkoniyat hozirlagan. Tizlari munguzga o'xshash qattiq ham qilin bir qat qadoq bilan qoplangan bo'lib, uni yerda yotganda yerning qattiq qiziqligidan va zaxmlanishlardan qo'g'daydi. Qilin terisi orqali yozdagi 50 graduslik issiqqa, qishdagi 0 dan tuvan 50 graduslik sovuqqa bardoshlik beralaydi va shuningga o'xshagan nurg'un alohidaliklari bor. Tögünün vücudida cheksiz shakl va imkonlarni tushunish mumkin bo'lgan ekan, hayotining davomi uchun eng mukammal surat va shaklni berish har narsani bilgan bir zotning ilmini isbotlaydi. Masalan, tögünün butun alohidaliklari bo'lish bilan birga faqat uning tuyiqi otninkiga o'xshash bo'lgan bo'lsa edi, cho'lda 1 kilometrmi yo'l yuranmasdi. Bu vaqtda uning boshqa alohidaliklarining biri foydasi qolamadi. Yoki ko'zida to'rg'a o'xshash kirpiki bo'lmagan bo'lsa, qum bo'ronlarda bir qadammi ilgari yuranmagan bo'ladi. Qalpiqlari yeriq bo'lmagan bo'lsa, ozuqlanolmaydi. Ko'ginimizdek tögiga eng hikmatlik alohidaliklar berilgan. Cheksiz imkonlar ichida eng go'zal suratni, eng mukammal vujudni, eng loyiq sifatlarni berish faqatli hammani ilkiga olgan bir ilm bilan bo'ladi. Amdi pillani, biliqlarni, qushlarni, qurut qo'ng'uzlarni, o'simliklarni va boshqa maxluqotlarni tögiga qiyos qiling va Allohning nihoyatsiz ilmini bir daraja tafakkur qiling.